Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Qo'qon Beshariqga yetib keldik. Xudo xolasa bu obyektni ishini kelishib oldik. Shapkasi Cobra fasonda bo'ladi. Ayvoni MDF avalni kosmos, bu ham MDF tumaloq kosmosda. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Ayvoni shu fasonda, xudo xolasa. Endi bu dorozaxonasi. Dorozaxonasini xuddi shu fasonda qilib chiqarib beramiz. Ko'rasizlar. İşimiz bitganda xuddi shu fasonda bu yerda tumaloq, bu yerda avalni kosmoslar, bu yerda Cobra fason, ko'cha tomon. Jami bu yer hozirda biz chiqardik. Regalardan tashqari 160 kvadrat chiqardik. Bu yer bo'ladi Cobra fason, bu yer tarnolar qo'yiladi. Endi men sizlarga ko'cha tomonni ham ko'rsataman. Ko'cha tomonda ham Cobra fason bo'ladi bu yer ham. Mana bu Cobra fason. Xuddi shuni ko'cha tomon, ichkari tomonlarga chiqarib beramiz. Xudo xolasa ishimizni bitgan holatini ham sizlarga taqdim etamiz.